Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamaysizmi? Bugun biza bilan mana 19-aprel bir kunlik Samarqandga sayohatimizda biza bilan birga bo'ldingiz. Sizga bugungi sayohatimizda eng ko'p yoqqan o'sha jihatlarni aytib bersangiz, xursand bo'lardik. Tariximizga anaqa bo'lgan, xos bo'lgan narsalarni yaxshilab tushuntirishdi. Gid Qizuzal Sabinani juda ham anaqa ta'riflari yoqdi. Har bitta inshootga kirib, o'sha tarixlarni shunaqa chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Maza qilib aylandik, hammani ko'ngliga qaradinglar, baraka topinglar. Yaxshi restoranlarga kirib, ko'nglimizga yoqadigan ovqatlarni yedik. Masalan, ziyoratimizni Alloh dargohida qabul qilsa, hamma menimcha mamnun bo'ldi. Xursand bo'lib qaytyapmiz. Hammaga tavsiya qilardim bu turga murojaat qilishni, mashlarga kelib, mazza qilib, nima insofli narxlarda bo'lgan turni mazza qilib aylanib ketish hammaga nasib qilsin. Rahmat kattakon. Xudo xolasa sizga o'xshagan insonlarni xolis fikri bilan biz shunaqa budjetli narxlarda sayohatlarni davom ettiramiz va kengaytirishga harakat qilamiz. Rahmat.